Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni kuzatuvchilarimiz. Xalat.uz kanaliga xush kelibsiz. Sizlar uchun sotuvdagi dvojkalarimizni taqdim etishni boshladik. Bu ko'rib turgan dvojkalaringiz Andijon shahri Jahon bozorida joylashgan bo'lib, 12 ta viloyatga dostavka xizmatlarimiz mavjud. Optim va donaga oladigan sotuvchilarimiz bilan ham ishlaymiz. Albatta optimga va donaga ozgina razницasi bo'ladi. 12 ta viloyat bo'ylab dostavka xizmatlarimiz haqida ma'lumot berib o'tsak, albatta har bitta shahringiz va tumaningizni yozasiz. Biz BTS yoki Starex pochta orqali yukingizni chiqarib beramiz. Biz sizlar uchun Telegram kanalimizni mana shu kanalni ustiga saqlanib qilib qo'yamiz. Agarda topa olmasangiz, Telegram kanal va nomerlarimizni tashlab qo'yamiz. Bemalol kirib bizga zakaz berishingiz mumkin. Biz albatta halol ishlaymiz. Bu ko'rib turganlaringiz hammasi naturalniy hisoblanadi. Ishimizga 100% javob beramiz. Xohlasangiz Andijon viloyatida bo'lsangiz, kelib ko'rishingiz mumkin. Andijonliklar juda ham yaxshi biladi Jahon bozorini. Agarda boshqa shaharda turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, har bitta olgan tovaringiz uchun biz sizlar uchun javob beramiz. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin va onlayn zakaz qilishingiz mumkin. Nomerlarimizni kommentariyada yozib qoldiramiz. Bizda assortimentlar juda ham ko'p. Har bitta aytgan narsangizni o'zingiz uchun maxsus video qilib ham tashlab beramiz. Faqatgina real oladigan obunachilarimiz va xaridorlarimiz lichkamizga yozishlari mumkin. Iltimos, ochiqcha savol-javoblar bilan bizlarni bezovta qilmang. Chunki bizga juda ham ko'pchilik yozadi lichkamizga. Har bittangizga javob berib ulgurishimiz uchun sizlar ham bizlarni tushunib qolasiz degan umidda